Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Bir haftadan keyin Jack Della Maddalena yarim o'rta vazn toifasida chempionlik kamarini Islam Makhachevdan himoya qiladi. Avstraliyalik aralash kurash ustasi bo'lajak jangda nafaqat yarim o'rta vazndagi UFC chempionlik kamarida himoya qilishni, balki rossiyalikni vazn toifasidan qat'iy nazar tashkilotning eng yaxshi jangchilari reytingining ikkinchi pog'onasidan tushirib yuborishni rejalashtirmoqda. Bu mening Bilal Muhammad bilan jangimga o'xshaydi. Islam takedown uchun faol harakat qiladi, lekin men har bir raundda oyoqqa turib, uni tik holatda sindirishim va unga zarar yetkazishimga ishonaman. Uni sindiraman. Bu orzu. Madison Square Garden'da finishga yetib borish va eng buyuk yarim o'rta vazn toifasi jangchilaridan biriga aylanish. Mening ustunligim shundaki, MMA jangchisi sifatida men undan yaxshiroqman. Men Islam Makhachevni sindiraman va pound for pound reytingida uning o'rnini egallayman. Bu mening faoliyatim va merosim uchun ajoyib lahza bo'ladi, dedi avstraliyalik jangchi UFC Countdown video blogida. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Mana shu jang oldidan juda ham katta shoularni amalga oshirmoqda Jack Della Maddalena. Aynan siz qanday fikrdasiz? Yaqinlashib kelayotgan Jack Della Maddalena va Islam Makhachev o'rtasidagi jangda aynan siz kimni favorit deb bilasiz? Albatta shaxsiy fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Bu paytda bo'lsa UFC jangchisi Arman Sarukyan UFC gonorarlari haqida fikr bildirdi. Deyarli hech narsa qolmaydi. Rossiyalik yengil vazn toifasidagi Arman Sarukyan UFC'dagi gonorarlari haqida fikr bildirdi. Asli kelib chiqishi armanistonlik bo'lgan aralash kurash ustasi hozircha olayotgan gonorar janglarga tayyorgarlik ko'rishda o'zini va jamoasini ta'minlashga zo'rg'a yetishini, vaziyatini esa yaxshi daromad keltiradigan homiylik shartnomalari qutqarib qolayotganini tan oldi. $300,000 ortiq maosh olmayman va bu gonorar g'alaba uchungina beriladi. Yutqazgan janglarimda 100,000 dan sal kamroq ishlaganman. Bu summaning 30% soliqqa, 5,000 zal, 5,000 murabbiyga, 15,000 menejerga ketdi. 2-3 oy tayyorgarlik ko'rib nolga tushasan. Deyarli hech narsa qolmaydi, lekin yutgan bo'lsang, albatta bonus olasan. Bu motivatsiya. Homiylik shartnomalari ham bor. Shundan pul topaman. Agar chempionlik kamarini qo'lga kiritsam, tabiiyki gonorarim ham ko'proq bo'ladi. Bu yozib qo'yilgan, lekin baribir million emas. Bir so'z bilan aytganda, ko'nglingdagidek emas, dedi Arman Sarukyan YouTube'dagi kanalda e'lon qilingan videoda. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, u 2 haftadan so'ng Qatarda o'tkaziladigan UFC Fight Night 265 turnirining asosiy jangida Yangi Zelandiyalik Dan Hookerga qarshi oktagonga chiqadi. Qadrli do'stlar, endi asosiy xabarga ham yetib keldik. UFC juda ham jiddiy tekshiruvlar o'tkazib, UFC'dan rasman 3 ta jangchini chetlatib yubordi, ya'ni UFC rosterdan o'chirib tashladi. Endi ular ham birinchi UFC jangchimiz Mahmud Murodov kabi UFC'da qatnasha olmaydilar. Mana shu uchala jangchilardan tashqari hamyurtimiz Ramazon Temirovga ham UFC'dan chetlatilmadi, ammo diskvalifikatsiya e'lon qilindi. Hamyurtimiz endi 6 oy davomida UFC janglarida ishtirok eta olmaydi, chunki hamyurtimiz taqiqlangan preparatlar qabul qilgan, deb yozmoqda UFC rahbarlari. Qadrli do'stlar, aynan siz qanday fikrdasiz? Hamyurtimiz Ramazon Temirov mana shunday preparatlar qabul qilishi mumkinmi? Albatta yo'q. Agarda do'stlar vaziyat mana shunday davom etadigan bo'lsa, 6 oy ichida yana bir marta tekshiruv o'tkaziladi. Agarda hamyurtimiz Ramazon Temirovning yana tana a'zosidan, ya'ni qonidan taqiqlangan preparatlar aniqlanadigan bo'lsa, hamyurtimiz Ramazon Temirov UFC'dan chetlatilishi mumkin. Albatta do'stlar, bu juda ham noxush xabar. Hamyurtimiz Ramazon Temirov UFC'da qolishini va chiroyli janglar o'tkazib, yana tezroq UFC'ga qaytishini kutib qolamiz. Albatta do'stlar, nima bo'lganda ham hamyurtimizga omad tilagan holda kommentariyaga tushib, Olg'a O'zbekiston, Olg'a Ramazon Temirov deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz mana shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.